ijara narxlari haqida ma'lumot berib o'taman. 38 mingmish, $1000 deyapman, gapni qarang. 15 mingdan, 16 mingdan boshlanadi. $600 ga yaqin. 800, 3900 lira. Bolalarimiz o'ynashyapti. Balonlarda rosa sakrab o'ynaydi. Sana. Kanalimizni obuna olmaydi. Evet. Juda ham baland. Sizlar ham izohlarda yozib qoldiringlar. Ucha olgan bo'larmi deylar. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Ancha tanaffusdan keyin yana video olaman. Bugun hayit 4-kuni. Hozir biz piknik qilishga keldik, ikkita oila bo'lib. Bugun inshaalloh piknikni ko'rsatib o'tishga harakat qilaman va mendan eng ko'p so'ralgan narsa uy ijara narxlari haqida. Rosa ko'p so'ralgan edi. Qo'limdan kelgancha shu narsalar haqida tushuntirib o'taman. Hozir olib kelgan narsalarimizdan ozgina qo'ydik. Endi go'shtlarimizdan pishiramiz. Ko'rinishini qaranglar. Hamma joy daraxt, bog', rosa zo'r qilingan. Parkka tayyorlab shunaqa qilinganda, bunaqa besetkalar ham rosa ko'p. Park juda ham katta. Bu yerda katta bolalar uchun parki bor. Biz qizlar uchun yaqinroq joy tanladik. Biz to'rlarda kelgan bo'lsak, to'laydi. Shuning uchun pastda o'tira qoldik, besetka topolmadik. Kechgacha shetamiz, xudo xolasa. Tutturamız. Olmasa olur. Bunu yakınlık kaldı. Şuna bak bilgi tıkı. Hoş katta bana. Hadi oturayım. Ko'p mi? Hozir sizlarga ijara narxlari haqida ma'lumot berib o'taman. Konya haqida gapirishni boshlasak, Konyada eng kam ijara narxlari 9-10 mingdan boshlanadi. Bu degani hozir lira bilan dollarni taqqoslaydigan bo'lsak, 38 ming 38 mingmish, $1000 deyapman, gapni qarang. 3800 yashaki. O'chib turinglar, azon bo'lsin. Dollar bilan lirani taqqoslaydigan bo'lsak, hozir $100 3800 liraga to'g'ri kelyapti. 3900 ga ham chiqdi orada. Umumiy o'rtacha qilib olganda 3800 ga to'g'ri kelyapti. Konyada hozir ijara narxlari 9 ming, 10 mingdan boshlanadi. Eng kam narx bu. 9-10 ming degani $300 ga yetar-yetmas bo'ladi. Va bu 9-10 ming faqatgina shahar chekkasidagi ijara narxi hisoblanadi. Shahardan avtobus bilan 30 minut, 40 minut uzoqlikda 30 minut 40 minutlik masofada bo'ladi. Markaz tomonlardan, asosiy tomonlardan uy tutaman
desangiz agar eng kami 15 ming, 15 mingdan tepasi bo'ladi. 17 ming ko'pincha ko'p so'raganlarimiz, ko'p surishtirganlarimiz 17 ming atrofida, 20 ming atrofida yaxshi uylarda o'tirishadi, uylarda yashashadi. 15 mingda masalan markaz bo'lishi mumkin, lekin uyi sharoiti yaxshi bo'lmasligi mumkin. Sharoiti yaxshi uy topish ham mumkin, lekin agar sharoit uncha yaxshi bo'lmasa, markaz bo'lsa ham faqatgina markazligini hisobiga ham shunaqa qimmat narxga qo'yishlari mumkin. Ko'pincha joyi juda ham katta rol o'ynaydi. Masalan, bizning uyimizda sharoiti yaxshi, lekin markazdan uzoqligi uchun narxlari boya aytganimdek, ko'pchilik Istanbul, Anqaradagi ijara narxlariga qiziqishadi. Istanbulda ijara narxlari eng uzoq joylari bo'lsa ham bizani so'rab surishtirganlarimiz 15 mingdan, 16 mingdan boshlanadi. 20 minglarga ham juda zo'r emas, o'rtacha uylarda o'tirish mumkin, yashash mumkin deb aytishadi. Biza so'rab surishtirib bilgan narxlarimiz hozircha shular. Ya'ni bu narsa haqida ma'lumot berib o'tishimni iltimos qiluvdinglar. Xudo xolasa yetarli bo'ldi degan umiddaman. Bu vlogni xudo xolasa yana davom ettiraman inshaalloh. Yana sizlarni qiziqtirgan, o'zingizlar qiziqqan mavzular bo'lsa, kommentda yozib qoldiringlar. Assalomu alaykum. Videoni davom ettiraman. Hammaga xayrli kun tilab qolaman. Kuninglar xayrli, barakali bo'lsin. Bu bizani mahallamizdagi park. Ko'pchilik bu yerda piknik qilishadi. Bu yerda parklari bor. Uzoqdan boshlanadi, naryoqdan boshlanadi va pastgacha davom etadi. Rosa uzun joy. Parkimiz chiroyli, yam-yashil. Yana bitta videoda men ko'rsatib o'tgandim parkimizni. Mana shunaqa o'tiradigan besedkalar bor. Ko'pincha bu yerda biza ertalab zavtrak qilamiz. Hozir men sizlarga gapirib o'tmoqchi bo'lgan narsam bu yerdagi oyliklar haqida. Bu yerda Turkiyada eng kam oylik ish haqi $600 yaqin, ya'ni 22.500 lira. Unaqa oylikka bitta kishi ishlab butun boshli oilani yashashi juda ham qiyin bo'lgan narsa. Shuning uchun bir kishi emas, 2-3 kishi ishlashga harakat qilishadi. Juda ham ko'pchilik shunaqa oylikka ishlaydi. Ko'pi bilan 25 ming, hech bo'lmasa 30 ming, 35 minglik oyliklarni topishga harakat qilishadi, lekin qiyin. Oson emas unaqa oylikli ish topish. Tasavvur qilinglar endi tasavvur qilinglar. Uy puli Konyada eng chet joylarda 10 ming liradan boshlasa, 25 minglik oylik bo'lsa, 10 mingga uyga ketadi. Yana 5 ming lirasi fakturalarga, ya'ni to'lovlarga ketadi. Kamida 5 ming, kamida. Hozir eng kam narxlarni hisoblab aytibman deyman. Qovatni qo'lda 10 ming. Juda ham qiyin hozir yashash. Yaqinda Turkiya xabarlarda e'lon qilindi. 25 ming liraga yashaydigan oila eng kambag'al oila, och oila hisoblanadi deb chiqarishdi. Rostdan ham Alloh baraka bermasa, unaqa oylikka yashash juda ham qiyin, o'ta darajada qiyin. Yo'lingizni o'ziga har oy kartaga solaman desangiz 1000 liradan ko'p pul ketadi har oy. Bu ya'ni Konyada juda ham arzon yo'llar. Masalan, Istanbul haqida gapiradigan bo'lsak, juda ham ko'pchilik Istanbulga kelishadi, bilasizlar. Istanbuldan misol qilib aytishga harakat qilaman hozir. Istanbulda avtobus narxlari, vapur narxlari 27 lira. O'quvchi uchun 13 yoki 14 lira. Kurushlari ham bor. 14 deb aytsak ham bo'ladi. Istanbulda yo'l narxlari rostdan ham qimmat. Haqiqatan ham qimmat. Masalan, bir bosganingizda 27 lira ketadigan bo'lsa, bir borib kelishingizni o'zi qancha bo'lib ketyapti-da?
tinimsiz kartaga pul solasiz, masalan 2-3 kunga aylangani boraman desak ham, masalan biza qancha pulimiz kartani o'ziga ketib qoladi. Haqiqatan ham hozir yashash oson emas. Turkiyaning holati qiyin bo'lib turibdi. Buni hamma tan olyapti. O'zlari ham tan olishadi. Qiyin bo'lib ketdi, unaqa, bunaqa deb. Marketda juda ko'pchilik urushayotganini ko'ramiz. Nega shuncha qimmat bo'lib ketdi narsam, nima qilasan deb, kassadagi sotuvchilar bilan urush qilishadi-da, kassirlar bilan. Vaholanki, ularning hech qanaqa aybi yo'q, narxlar shunaqa qimmat. Oldin mamchaga olardik, hozir mamchaga olamiz deb urushib olishadi. Ko'p guvohi bo'lib qolaman. Yashagandan keyin narsa olamiz masalan-da. Endi unga urush qilib tortishi, bunaqa narsalarning umuman foydasi yo'q. Shuning uchun kelmoqchi bo'lganlar juda ham yaxshi o'ylab ko'rib, fikr qilib, har tomonlama o'ylab ko'rishinglarni iltimos qilgan bo'lardim. Yashashi o'zi bo'lmaydi, to'g'ri, hech qayerda ham yashashi o'zi bo'lmaydi. Lekin oldingidek baribir oson emas. Bizlarni kelganimizga 7 yildan oshdi. Birinchi kelgan yillarimiz rosa ham yaxshi edi. Hamma narsa arzongarchilik va masalan oddiygina 200 liraga 4-5 paket narsa olib chiqardingiz marketdan. Hozir 200 liraga olayotgan narsangiz bir paket ham bo'lmaydi-da, o'zingiz o'ylab ko'ravering. Bir kirganingizda 2000-3000 lirangiz marketga ketib qoladi. Dollar 38 ming, 39 ming, yevro 43 ming lira, ya'ni dollar 3800, 3900 lira, yevro bo'lsa 4300 lira. O'zingizlar shundan hisoblab ko'rib, o'zingizlarga xulosa chiqarsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Bugun yakshanba. Videomni hali ham davom ettiraman, chunki ozginagina 5-6 minutlik videoni qo'ygim kelmadi. Bugun 4 ta oila piknik qilishga keldik. Hozir shashlik qilamiz. Inshaalloh keyinroq mana Mambo kachelada uchamiz. Men xo'jayinim yana bitta xotin bilan xudo xolasa uchamiz. Keyin park chiroyliligini ozgina ko'rsatib o'taman xudo xolasa. Endi shashliklarimizni yeb olaylik. Mana biza kolyaskalar, 3 ta kolyaska, 3 ta kichkina bola va katta bolachalar. Bitta oilada 3 ta o'g'il, bitta oilada 2 qiz, 1 o'g'il. Bizda 2 qiz. Yana bitta oilamiz hali yosh oila. Maza qilamiz, havo zo'r, kecha do'l, yomg'ir yoqqan. Mana bu yerda erkaklar shashlik qilishyapti. Parkimiz chiroyliligi, bu yerda bolalarimiz o'ynashyapti. Qaranglar, qanaqa zo'r park. Mamta cho'milishyapti ba'zi bolalar. Cho'miladigan joy qilib qo'yishgan. Keyin yana mana bu yerda park, bu yerdagilar endi pulli attraksionlar. Naryoqda hayvonot bog'i bor. Bu yerda uchishyapti maza. Hali kechroq hayvonot bog'iga boramiz, xudo xolasa. Rosa chiroyli park. Bu yoqlari piknik qiladigan joylar. Mangal yoqib. Narigi tomonlar ham shunaqa mana tutayotgandan ham bilsanglar bo'ladi mangallarni. Bunda tutunlar chiqyapti. Rosa zo'r. Hammalarni qaranglar. Bunaqa bo'g'irsoqcha qilib qilingan. Xullas, bolalarni maza qilish uchun har xil sharoitlar bor, mashalloh. Bu yerda tahoratxona bor, bu yerda namozxona bor. Hozir namoz bo'lsa, namoz ham o'qib olamiz, inshaalloh. Oilalar, qarindosh urug'lar kelib mazza qilishyapti. Kim eslaydi? Mana bunaqa balonlarda
rosa sakrab o'ynardik. Bu yerda musobaqa qilishadi. Bolalar boya qilishmaydi, 4-5 ta bolachalar. Nari yoqda to'p o'ynayotganlar bor. Xullas, relax. Hozir masjidga keldik. Tahoratxonasi bu namoz o'qiydigan joyi, xonasi. Bir şey desene. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Maza kılışvat. Eğleniyor musun? Sana mı düştü iş? İş başa düştü. Eyvah eyvah. Aç kalmayalım sonra. Mana biz Sinem bilan yuribmiz. Aylanib manzarada. Lekin daraxtlar judayam chiroyli, yam-yashil. Bu yerda ko'l bor. Ko'lda nilufar gullari bor. Rosa ham chiroyli. Agar imkon bo'lsa ko'rsatishga ko'rsataman. Ana hozir mashinada uchmoqchimiz. Juda ham baland. Sizlar ham izohlarda yozib qoldiringlar. Ucha olgan bo'larmidinglar? Tezligini sal tushuntirib berishga harakat qilaman. Endi teskarisiga uchadi. Biz etgan kachelamizda uchdik. Hozir endi bunisiga keldik. Va biz juda ham kech qaytdik. Ko'rganinglardek bolalarimiz uxlab qolishdi. Mahallamizga kirdik. Bolalarni yotqizib, o'zimiz ham dam oldik. Rosa chiroyli kun bo'ldi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar.